Moskviki, mamichka. Voy, bolam keldi. Aka. Qoching. Oyoqdagi davralashma arbaqcha. Bolam. Pul soatim ketdi-ku. Volida. Voy, bolajonim. O'sha damlalaring. Obudga bironta ish berganini ko'rmay. Namunasin. Mamulya sizga tilla sipochka. Opamga pixli poltacha. Papulaga andadran terisidan telpakcha olib keldim. Rahmat ukajonim, sen uchun jonimni ham berib boraman. O'g'lim, menga o'xshagan. Begonatsiz. Bolam o'zimga o'xshagan. Novostidayanoch. Yaxlar havosi boshqacha bo'ladi-da. Oqarib ketsiz, sochlaringiz ham yarashgan. Mana tilla sirg'acha bilan stek shokoladchani sizga olib keldim, qoshiqcha. Voy, men hamma yaxshi ko'rar ekan-ku, Rossiyada ertaroq yesam bo'lmasmidi? Endi vafshi ketmayman. To'rtadaringga naqlab, soat 12 bo'ldi. Turib mollaringga qara. O'ylayda yotaverasanmi? Birginaman menga o'xshamagan, sizga o'xshagan. Bir so'm pul topmaydi. G'irt bekarkasan. Alyo, opajonim. Obid, mening pulim yo'q, pochangga ham puli yo'q. Umuman, obishim, men seni tanimayman. Muhabbat. Parvardacham. Ha, nima deysan qora tappi? Oppa qanasi deding-ku? Puling bor paytda oppoqqan eding, patakchach. Bugun nari ko'chada shahzod kelika. Endi u oppoqqan. Onasini debsan, bildim. Rossiyadan kelgan payting tezaging tilladin. Hamma jo'rang, hamma yaqinim bo'lib qoladi. Puling qolmagandan keyin kuchukka ham kerak emas ekan sizda. Shuncha pulga ikkita onajini hamda hozir sir bo'laydi-ya. Bor pulimni chachmay, boshman kalla. Voy, baxtli bo'ling. Shu sinfdoshimga uylanmasam, o'zimni osaman degding. Bir qo'lidan choy ichaylik qani. Ya, 5 sekund. Parvardacham zing'illab bitta choy damlab kel qani. Cho'ramanmi seni? Bari zing'illab ket. Ye, sen sira ordimi? Ya, sizlikda adashib ketdi, to'g'rimi? Ha, ko'k choy ichasizmi, qora choy ichasizmi? Sen nima ichasan? Ha, baji kalla, to'xta. Puldan cho'zqani. Aka, kimsizlar? Uka, biz shu mahalla sinfdosh bo'rilarimiz. G'ajvaraman, karochi. Hey, betar kasal boshman kallalar. Do'stim, bir qo'ysenam menga. Obid, sen mayaqga qilmishdan jiysan hozir. Ayasini oldi shitgatga ketishim. Men ham hozir ayam aytib kelay yo'ladi. Ayasini oldi deymi? Ya, kulma. Mendan qari ko'rinsa nima qilay? Bo'pti, davay, men bir uyga borib kelay. Sen mana jonivordan borsan maylimi deb so'ramaysanmi? Kuldirma, kimdan so'rayman, sendanmi? Ha-da. Obid, qo'y jo'ra asabga o'ynama, hozir tevalashib ketamiz. Undan ko'ra o'zingga piyoga sap qo'y. Davay. Onasini o'zi bu sinfdoshga uylansak, uylanganday emas, erga teganday bo'laykansan-da. Bunday xulluqlarga ortiq chidolmayman. Boshimni olib ketaman. Obid, to'xta! Obid, iltimos qilaman, yalinaman, to'xta! Shunday bo'lsin. Yolg'ondan ketaman deb qo'rqitishim bilan tavbasiga tayandi. Hozir kelib yig'lab kechirim so'raydi. Ay, parvardacham o'zimda. Rost ketayotgan bo'lsang, po'stga ketma. Mana shu musullarni ham aytga tashab ket. Nima? Sevilchi. Yo'q, yurolmayman. Qo'rqmang. Sizga ishonaman, siz uddalisiz. Qo'rqyapman. Yurolmasam-chi, og'risachi. Siz kuchli insonsiz, men sizga ishonaman. Qani, yana bir qadam, qani. Onajoning rozi qil. Voy, o'layin, bolam nogiron bo'lib qopti. Malades, yana bir qadam. Voy, nima bo'ldi bolam? Avariya bo'ldimi? Kamaz urib ketdimi? Poyezd tagida qolib ketdimi? O'zi nima bo'ldi bolamga kelin? Yo'q, hech narsa bo'lgan yo'q. 5 soat oldin tualetga telefon bilan kirib ketdi. Oyog'i uyushib yurishdan chiqib qoldi. Shunga yurishni o'rgatyapman. Parvardacham oyoqni bosqanda birinchi tovon boslarmidi, yo uni 5 ta bormoqchiman. Pahlovonim, shashma. Bularni ham maktabga tashlab qo'ying. Qo'shiqcha hamma o'ylab gapirsa, sen gapirib keyin o'ylaysan, ha? Meni vaqtim yo'q, suhbatlar jaqalab shunday ketaversa, meni ishim ko'p. Meni ham vaqtga bormisizmi dadajon? Ishidan o'tsin. Bir joy portlab ketsa, sizni tashlab qo'yaman. Qizim, cho'nim qizim. Ayirmakashlik qilma. Ana menga ishongansiz shoxi bormi? Ha, chunki men dadam kindigidan chiqmaganman. Dada bitta piyola sindirib qo'ydi. Ayam meni quvalaverdi. Battar bu zo'r ish qilibdi. Bolani urib tarbiya qilmasa, senlar odam bo'lmaysanlar. Dada ozginani yo'qlaruvdi. Ayol meni bir sopar turdi. Nima? Urdi? O'zimni jigiri. Parvardacha payqaqqa qo'limni urib sindiraman hozir. Onam tirik. Qo'yamasa. Yana bir marta uyg'otsang qoningni ichaman. Tushundingmi? Dada, ot bo'lding. Yo'q, ot bo'lmayman. Eshak bo'laman, qizim. Davay. Bir nechadek qiz ketdi, odamni qo'rchoqdek o'ynatadi. Yumon Iskandar Bildingiz Mavlud loyihasini o'zi 85% sotilibdi. Ashaqdan bitta uy olish kerak-da. Dada, oyog'im og'rib ketdi, ko'taring. Bola meni belim bo'lmaydi, meni rejam bor, menga varsha o'r mumkin emas. Voy, boshim aylanyapti. Dada, yurgim kelmayapti. Voy, jonim qizim, yelkamga chiqing, mindirib ketaman. Ha, ishlar. Senlar yetimsanlar, dadangni bitta qizi
bor xolos. Parvardachi, mana gazobullangan bitta xo'rozxon, tilla qizimga bitta qumurchaq bilan bitta plitka shokolad oldim. Hamma erkaklar o'g'il desa, siz qizingizni buncha yaxshi ko'rasiz. Qiz bola sherin, dadasiga mehribon bo'la. Sen meni tushunmaysan. Buni faqat qizi bor otalar tushunadi. To'g'rimi? Qara ketapsiz. To'xtang. Ha, ko'rib bo'ldingizmi? Like bilan podpiska bosib keting, tekin-ku. Yangilarini chiqaramiz, ishlayapmiz mana sizlar uchun. Mana shunday like bosasiz, shunday podpiska bosasiz bo'ldi. Sizdan ishlasa ketmaydi. Voydan, pulim ketdi. To'xta. Dadamga aytib beraman, to'xta. Parvardachi. Voy gupchim, aytib ishonmaysiz, Discord partiyasiga ham ochilibdi. Ana o'g'ri senmiding? Qarang, so'ndim 32 talik televizor oyga 131 mingdan ekan. Pullarim qani? Premyera isitgichlar oyga 65 mingdan ekan. Qo'lingizdagi bo'lsa oyga 139 mingdan ekan. Bo'ldi. Bunday qilding-ku, pullarim qani? Sen lapanlab yurishingdan bildim. Ana shu o'g'ri sen eding. Senmiding shu? Men edim. Uyda televizor yo'q, bolalar kinoni qo'shninikiga chiqib ko'radi. Kirmoshi yo'q, kirni qo'lda yurib, qo'llarim qavarib ketdi. Uydagilar bilan dardlashay desam, telefonim yo'q. Siz bo'lsa bor pulni sondiqqa bosasiz. Bizga ishlatmasangiz kimga ishlatasiz? Shuncha pulni go'ringizga olib ketasizmi? Rostdan ham aksiya 1-dekabrdan 5-dekabrgacha davom etdi ekan. Arzon payt bosib olish kerak. Aka, ikkitadan bering. Hurmatli ayollar, ko'rdingizlar? Layfhakcha bosingizlar. Ay, qo'ying. Qo'shni, bolalaringizni qarasalaringiz bo'lmaydimi? Bolachalar bilan quvalash o'ynab agaratib payhon qildi. Opa, sizga ming marta aytganman, kelganingizda jiyanlarga bahor bo'l deb. Yo'q, meni bolalarim shu yerda. Bularni emas, mana ushlangan aytyapman. Onasini hamsa, o'zingdan 10 yosh kichkinaga uylansa ish ekanda. Biz sirxo'cha bola emas, bizning xotin-ku. Bir o'zim ko'tarolmayman-ku. Qoshiqchiga aytaman, yo hamsalar aytib kelay, o'zi ko'tarishavera. Parvardachi. Ha, nima qilay? Nima qilay deymi? O'zing bormi? Bor. Qo'ling bormi? Bor. Ishlab. 30 yil shikillar ko'rishib yashab yurmadim. Tujig'i, danakcha. Pog'lonim, ko'chada yomg'ir yog'yapti-ku. Dugonalarim bilan o'ynab kelsam maylimi? Yo'q, qo'yaga hech kerak emas. O'tgan kuni ham 2006 bilan xola o'ynayman deb Baltiqqa beting bilan jig'ilib hamma jang rasoq kelgansan. Undan keyin uyda o'tirib, men quvurchani o'yna. O'zimni xotin o'lib bollarni yolg'iz katta qilayotgan beva yerdek his qilyapman, Mayli, men ketdim. Opa, mana shalpon qilamiz, tashlab o'rniga bizni xotindan kutib qolyapsiz. Bilmasam, bu ham bola bu qanaqa adashtirib qo'ygan. Mana shularga ham qidirish bo'lsa bo'ldi, o'zi ochilib nima ketaveradi. Mana zartakchan qara. Yupcham, menga ham bitta telefon bering. Yosh bola telefonda nima qilasan? Undan ko'ra bitta titr sabiraman, tankcha o'ynab yurasan. Bo'ldi, ustimdan kulurmang. 18 yoshman, hamma narsani baloni o'qiday tushunaman. Sizga erkalik qilaman-da. Sizga erkalik qilmasam kimga erkalik qilaman? Yo'q, uzr bo'lmasa. Voy, katta odamlardek gapiraverishimda. Men buni Ditski desam, bu Ditski Pro Max ekan-ku. Jitircha, tez tush orqaga o'tqani. Mayda bolalar oldinda o'tirsa, ministerlar urushadi. Yillamay qiri. Dadajon. Kanishni tilla qizim oldinda sen ketasan tez. Yana shu bolani ajratadigan qichima kasangiz boshlandimi? Ammo noqozichangiz manadan ham kichkina-ku. Gayi chiqsa gayi deyman, manu tagiga kirib oladi. Bu kishiga qizi bo'lsa bo'ldi, ko'zi ko'rib bo'lib qoladi. Bizlar qolib ketdik. Dada, qo'shiq eshitib keting. Bola, men qo'shiq azamga darim hozir. O'z chiribni do'nlam chiqib o'tirdim, magnit bo'roniga. Dadajon, zerikdim. Bosh o'rayotgan odamning jirtillab o'ynashini qarasiz. Voy, yupcham, bolangiz yo'qolib qoldi. O'ldi, kamerani ko'tar, milisaga telefon qil. Zilola. Dada, men siyirdiman. Buningiz vaqtida o'g'lingiz yo'qolib qoldi. Xudoga shukr, men Zilola yo'qolib qoldimi deb o'ylabman. Ishing bo'lmasa, sondira o'zi bizga topib oladi. Shu to'kchi tug'di, mendan erimni, o'g'illarimdan dadasini tortib oldi, zombircha. Ishim bularni ham olasizmi? Yo'q, kerak emas. Nima qizingizga 3 sidra olyapsiz? Cholosot hozir Indinimda 31-dekabrgacha dahshat aksiya ketyapti. Indinimda istalgan filialga kelib 300 minglik xaridni amalga oshirsang, Trigger 2 yutib olishing mumkin. 600 minglik xarid qilsang 2 ta imkoniyat, 1 millionlik xarid qilsang 3 ta imkoniyatga ega bo'lasan. Ertaga shu Triggerni yutib olsang, o'g'illarimiz haydaydi, qizim haydamaydi. Ashku endi bizlarga bersam yutsa bo'lar-ku. Ketib ayirurmang, o'g'laringiz o'ksiydi. Qiz bola yo'qchilik, ul bilan to'qchilik buzadi deydi. Qiz bola ota mehriga to'ysa, ertaga mehriga muhtoj bo'lmaydi. O'zingizni qiynamang, dadajon. Bilaman, baribir meni tuqqansiz. Matiz aka, apkaqqa boshqa chaqiraman. Taksi chaqirtirdingizmi? Ha, Sirg'aliga tashib qo'ying. Programmadan Sergelini urib kelgandan keyin boshqa joyda aytaman mana. Men bu
Puxunkani ortishvoring. Mayli kelgangacha oxirida faqat 5 ta yulduzchani bosib berasiz. Okey, unda eshikni ham ochvoring. Toza eshik qilib nima deyman bu tannoscha. Birorta qo'shiq qo'ying. Jentraka magnitofon chiqqan. O'zim qo'shiq aytib bermayman-ku, mana endi. Yulduzcha bosmas ekanmiz-da. Atirgullar uzdim guldastalar tuzdim men. Qalay yo'qyapti? To'xtang, anita ikkitadan olib chiqib bering. Yangacha chachingiz dumijilingan tovuq deb o'zingizdan ketyapsizmi deyman. Cho'rringizmi sizda? Jalba bos ekanmiz-da. Onang deyim kirdi bolasi ikkitagina nonni 2 sumka bozorlik qildirdi. 5 ta yulduzcham bostira oladi, keyin o'zim bilaman nima qilishni. 4-etajda turaman, narsalarimni olib chiqib bering. Yangacha mana boshimga chiqib olagan, undan ko'ra qimag'ingiz bitta shu qoluvdi. Ha, chiqmayman. Chiqaring. Voy, rahmat. Yangacha shu uyingiga knopkachamni bosib beragan, endi bir joyingiz kuyib ketsa. Uka ketishini men so'rayman, o'tib ket. Bu kim? Qo'shnim. Voy, programma qotib qoldi. Nima? Kuchda ishlatib yulduzcha boshqaga programma qotib qoldi deyman mana. Sen nima meni eslayapsan? Bolamanmi seni, ha? Bolamanmi seni? Ya churug'manmi seni? Yulduzcha bo'lsa 5 ta. Yulduzcha, o'yinchoq, telefonni baqa ber. Mana atkas qilma. Dunyodagi barcha talabalar bosib pishirib yulduzchani. Mana qilmayman taksi, arava suraman. Bitta sizlar odamsizlar, taksilar odam emas, ona engdimgirlar. To'xtang. Hatto meni musulmonda olib chiqib keting. Mana! Opa mana idishtoqlar yuvug'imcha simdasma bilan qozon tagini qumga yuvib keng. Ha, meni qo'lim sasib qoladi. Boringizning yuv. Tez qimirla hali pollarda ham artishing kerak. Tuzi jonimga tegib ketdi. Voy qizim, senga sovchilar kelyapti. Tez chayab kir. Assalomu alaykum. Voy, xush kelibsizlar. Mana tulkini qara, umrida birga chay qo'ymagan. O'zi ham pastiyani chaynikka o'zini qo'yib ichgan qiz betib chay qo'yishni qaydan o'rganib olgan ekan. Mayli, yaxshi o'tiringizlar. Voy, ovozi ham mayin, o'zi ham nozikkina qiz ekan-a? Mayin ovoz, nozik qiz. Voy, opajon, tavba qildi, bundan ko'ra poyez bosib ketsa yaxshi edi. Qizingiz qo'lidan nima ishlar keladi? Ovqat qila olamish qib. Voy, ikkilaganlab xomurni ushlab tandir non jovadi. Agarat qiladi, shpirsidiri qiladi. Voy, ovqatni toza yaxshi qiladi, uncha emas. Chevarligi ham qila olaman. Qasamxo'ri. Ko'ylagishdan xalat, parda, palto hammasini tika olaman. Yolg'on, hammasi yolg'on, qip-qizil yolg'on. Kechagina oyoqimdan eshakdek o'tib nasibni uchun teshkanagan oshidan menga tiktirdi. O'zingni uchun. Qizingiz bizlarga toza yoqdi. Bir oydan keyin katta to'y qilib tushirib olamiz. Toza uyalib ketdimi? Qoyil, opam uyalishdan bil ekanda. Jim, mayli yaxshi boringizlar. Voy, opangni uzatsak toza yig'lasam kerak bolam. Nimaga opam shunchalik yaxshi ko'rganingizdanmi? Yo'q, opangni qaynonasiga rahim kelgandan yig'layman. Aka qanday? Opa qanday? Charchamayapsiz, videocha yoqdimi? Ilohim, mana shu videoga like bosgan, Obajon Nasriddin YouTube kanaliga podpisa qilgan har bitta aka-ukam xotin egiz tursin. Opa singillarga ham egiz farzandlar bersin. Allohu akbar. Like podpisa bosib qo'yingizlar. To'g'rimi opa? To'g'ri. Bosingizlar. Digishk.